Yurtimizda joriy yilning 1-noyabrdan 30-noyabrga qadar kibermadaniyatni yuksaltirish oyligi doirasida tadbirlar o'tkazilmoqda. Mazkur oylik doirasida Samarqand viloyatidagi ta'lim maskanlarida, oliy o'quv yurtlari va mehnat jamoalarida turli targ'ibot tadbirlari olib borilmoqda. Jomboy tuman hokimligida Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi, axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi xodimlari tomonidan mahalla yettiligi a'zolari, tumandagi korxona, tashkilot, muassasalar rahbar va xodimlari ishtirokida targ'ibot uchrashuvi o'tkazildi. Unda har bir fuqaroni internet ijtimoiy tarmoqlari orqali sodir etilayotgan kiber jinoyatlardan ogoh bo'lishi xususida tushunchalar berildi va shu xususdagi videorolik namoyish etildi. Bulung'ur tumanida o'tkazilgan kiber madaniyatni yuksaltirish oyligi doirasidagi tadbir ham internet firibgarlardan ogoh bo'lish masalalariga bag'ishlandi. Xodimlar tomonidan internetda uchrayotgan turli ko'rinishdagi zararli ilovalar, firibgarlik usullari hamda ulardan qanday himoyalanish borasida keng ko'lamli tushuntirishlar berildi. Ishtirokchilar e'tiboriga havola etilgan videorolikda kiber firibgarlardan ogoh bo'lish xususida so'z bordi. O'zbekiston Finlandiya pedagogika institutida ham talabalar bilan uchrashuv o'tkazilib, hozirda keng tarqalayotgan kiber firibgarlik turlari va ulardan himoyalanish yo'llari batafsil tushuntirildi. Uchrashuv davomida internetda uchrayotgan turli e'lon va xabarlarga ishonmaslik kerakligi mutaxassislar tomonidan ta'kidlandi. Internet ijtimoiy tarmoqlari orqali sodir etilayotgan kiber jinoyatlardan ogoh bo'lish yuzasidan videorolik namoyish etildi. Kiber madaniyatni yuksaltirish oyligi doirasidagi tadbirlar davom etmoqda.